tor joyda osh yegandan ko'ra keng joyda mush yegan yaxshi deydi. Elton qiynalmadingmi? Ha? Mana bu 500 kvadratli duxkontorli kotyolimiz bo'ladi. Xudo xolasa hozir o'rnat bo'ldi. Suvni apresovka qilib tekshirib yuboryapmiz. Ozgina quyadi. Keyin namlangan joyi bormi, yo'qmi? Bitta tekshiradi. Undan keyin bu kotyolni ishga tushirib yuborsa ham bo'ladi. 500 talik kotyolimiz ichiga 37 ta 32 talik turba tiqilgan. Tek qatoriga 26 ta 25 talik turba kirgan bo'ladi. Agar sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Tupli domga murojaat qilsanglar, xudo xolasa ustanovkalari bilan qilib bitkazib beramiz. Bu kotyolda ko'ryapsizlar, mana plasmas turba turgan joylari suv kirishi hamda suv chiqishi. Keyin mana pastda obratkasi, tepada podachasi chiqib ketgan. Mana turbalarni qaranglar. Ancha ekonomичный qilib ishlab, keyin lipistoklargacha tiqilgan. Uni garelkasi mana bu yerda turibdi, avtomat garelka qo'yilgan. Agar sizlarga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar.